Larga surgital aspirator. Ushbu qurilma havo bilan sovitiladigan pnevmatik tizim asosida ishlab chiqilgan bo'lib, hid va tutun hosil bo'lishining oldini oladi, past shovqin darajasi va kuchli sorish quvvati bilan ajralib turadi. Nasosga begona moddalarning kirib borishini oldini oladi hamda mustahkam, sinmaydigan idish, botle bilan jihozlangan. Tarkibiy qismlar haqida. Asosiy qurilmaning pastki qismiga pichoq blade ulanadi. Pichoqlarning ikki turi mavjud. Qutining tag qismi ochilgan holda uni qayta tikib qutisini ko'taring. Tarkibiga quyidagilar kiradi: bitta sorish naychasi, sutyon tubi, bitta oyoq pedali, float switch va bitta quvvat shnuri, power chode. O'rnatish va foydalanish usuli. Quvvat shnuri power chode ni qurilmaga ulang. Qurilmaning yuqori qismida quyidagi qismlar joylashgan: vakuum o'lchagich, vakuum gavge, sorish bosimini boshqarish, sutyon press control, indikator chirog'i, slitchlik hat va yoqish-o'chirish tugmasi, on-off switch. Quvvat tugmasi yoqilgan on holatda motor doimiy ishlaydi. Quvvat tugmasi o'chirilgan off holatda motor faqat oyoq pedali bosilganda ishlaydi. Tok o'chirilgan holda sorish naychasini ulang. Foydalanish tugagandan so'ng yon tomondagi qollab turuvchi stendga ilin. Sorish naychasi va idishning ulanish joyini tekshiring va qopqoq qattiq yopilganligini tasdiqlang. Foydalaniladigan maskani, tip, sorish naychasiga ulab, quvvatni yoqing va sorish ishini boshlang. Sorish jarayonida sorish naychasi ulangan birinchi idish tolib ketsa, sorilgan modda ikkinchi idishga saqlanadi. O'rtadagi kichik qopqoqli idish anti-overflow devichi hisoblanadi. Ikkinchi idishda sorilgan modda motor tomon oqib ketishining oldini olish uchun anti-overflow devichi idishi tolganda buyruq sensori ishlaydi va sorishni to'xtatadi. Idish qopqog'i rezinadan tayyorlangan bo'lib, ochish uchun barglang va oching. Qopqoqni oching va idishdagi sorilgan moddani chiqarib yuving. Teskari tartibda qayta birlashtiring va qopqoqni bosib yoping. Anti-overflow devichi idishi doimo toza holda saqlanishi kerak. Agar anti-overflow devichi idishida begona modda bo'lsa, toza yuvib qayta birlashtiring. Birinchisi, idish sorilgan modda bilan tolib ketishidan oldin idishni bo'shatish tavsiya etiladi. Sorish bosimini boshqarishdagi aylantirgichni burib, sorish bosimini miqdorini nazorat qiladi. Foydalanuvchining ehtiyojiga qarab, pastdan yuqorigacha bosimni tanlash mumkin. Biroq sorish ishi amalga oshirilmayotganda ham vakuum gavge ko'rsatkichlari ortib ketsa, ulanish joyi yoki naychaning orqa qismida to'siq borligini anglatadi. To'siq moddalarni chiqarib, sorishni davom ettiring. Holat normal bo'lgan sorish ishlarida vakuum gavge ignasi yashil hududda saqlanadi. Chap tomonida oyoq pedali kabeli, o'rtada fyuz, o'ngda quvvat shnuri bor. Foydalanishdan so'ng kabellarni yaxshilab ulab, orqa tomon halqasiga ilgan holda saqlang. Diqqat! Bir qurilmani to'liq ishlatish usulini o'rganish kerak. 2. Qurilmani tez-tez tekshiring. Nosozlik aniqlansa, quvvatni o'chiring va darhol foydalanishni to'xtating. 3. Qurilma buzilganda uni parchalamang va ishlab chiqaruvchiga ta'mirni so'rang. 4. Sorilgan suyuqlik sorish idishi chegarasi chizigiga yetadigan bo'lsa, anti-overflow devichi ishlaydi va sorish to'xtaydi. Bu qurilma maksimal bosimga yetishi va ortiq yuklanish bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol quvvatni o'chiring va idishni bo'shatib, ishni davom ettiring. 5. Sorish idishiga urilmaslikka e'tibor bering. Idishni tushirish yoki yuqori bosim sterilizatsiyasida zararlanilishi mumkin. 6. Foydalanishdan so'ng sintetik tozalagich bilan yuvib, ultrabinafsha nurlar bilan sterilizatsiya qiling. Yuqori bosimli sterilizatsiyada sorish idishi sinishi yoki ortiq oqishni oldini olish qurilmasi erishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. 7. Ushbu sorish qurilmasidan qon namunasini olish uchun foydalanish taqiqlandi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur.
Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Mediline Medical